Del Karnegi do'st orttirish va odamlarga ta'sir o'tkazish yo'llari. Insonlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash bo'yicha eng samarali kitob hisoblanadi. Agar siz odamlar bilan munosabat o'rnatmoqchi bo'lsangiz yoki rahbar sifatida rahbarlik munosabatlarini tuzmoqchi bo'lsangiz, bu kitobni albatta o'qing. Ushbu kitob 1939-yilda yozilgan bo'lishiga qaramay, hozir 80 yildan beri dolzarbligini yo'qotmagan. Shuning uchun u hozirgacha eng ko'p o'qiladigan kitoblardan biri hisoblanadi. Quyidagi ushbu kitobda keltirilgan 5 ta oltin qoida bilan tanishamiz. Ko'pchilik odamlar har bir insonga o'zining turli xil o'tmishi, yutuqlari, qobiliyatlari va hobbilari haqida gapirishni yoqtiradi. Har bir inson o'z hayotining bosh aktyori hisoblanadi. Del Karnegi shunday degan: agar siz muhim bir suhbatdosh bilan samarali aloqa o'rnatmoqchi bo'lsangiz, insonlarga chin dildan qiziqish bildirishingiz kerak. Ular haqida savollar bering. Odamlarga o'zlari haqida ko'proq gapirish imkoniyatini yarating. Shu bilan birga yaxshi suhbatdosh bo'lish uchun avvalo yaxshi tinglovchi bo'lish ham juda muhimdir. Chunki har bir inson o'zini eshitayotgan, hurmat qilayotgan kishiga yaqinroq bo'ladi. O'zingiz haqida ko'p gapirmang. Odamlarni diqqat bilan tinglashni o'rganing va ularga chin dildan qiziqing. Ilgari men buni tushunmasdim va har doim sabr bilan suhbatdoshimni tinglashga harakat qilardim. Lekin ichimda faqat o'zimni qiziqishlarim va qobiliyatlarim haqida gapirishni bildim. Holat ko'pchilikka tanish. Keling buni misolda ko'ramiz. Masalan, bu Andrey. U futbol ko'rish, kinolarni tomosha qilishni va gitara chalishni yaxshi ko'radi. Andreyning yoqtirgan qizi bor. Uning ismi Tanya. U Tanyaga yoqishni istaydi. Ammo o'zaro qiziqish bo'lmasa-chi? Masalan, Tanya tennis o'ynashni, skripka chalishni va kompyuter o'yinlarini yoqtiradi. Albatta, Andreyga bu mavzular unchalik qiziq emas. Andrey faqat o'ziga qiziq bo'lgan mavzular haqida gapirishni yaxshi ko'radi. Har safar Tanya o'z hobbilari haqida gapirishganida, Andrey deyarli hech qanday reaksiyasiz faqat o'zining so'zlash navbatini kutadi. Bu esa suhbatda iliqlik bo'lishiga xalaqit beradi. Tanya asta-sekin tushunadi. Unga Andrey bilan suhbatlashish qiziq emas. Natijada u undan uzoqlashishni boshlaydi. Endi esa tasavvur qilaylik. Agar Andrey Tanyaga aytayotgan narsalarni diqqat bilan tinglasa, u bilan suhbatga qiziqish bildirsa, uning skripkaga bo'lgan mehrini qo'llab-quvvatlasa va shu haqda savollar bersa, Tanya o'zini baxtliroq his qiladi. Orqali Andrey nafaqat yaxshi suhbatdoshga aylanadi, balki Tanya bilan iliq munosabat ham o'rnatadi. U Tanyani yaxshiroq tushuna boshlaydi, yangi narsalarni bilib oladi va qiz uning ijobiy his-tuyg'ulari bilan bog'laydi. Shunday qilib, bu oddiy misoldan ko'rish mumkinki, har bir suhbatda boshqalarga samimiy qiziqish bildirish katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Odamlarga chin dildan qiziqing. Ular bilan o'z qiziqishlari va his-tuyg'ularini bo'lishga imkon yarating. Del Karnegi bergan ikkinchi maslahat shunday: agar siz boshqalardan biror narsa qilishlarini xohlasangiz, avval ularning o'zlari bundan qanday foyda kelishlarini ko'rsating. Faqat siz nima olasiz deb o'ylamang, balki ular nima foyda oladi. Mana shu muhim. Masalan, tasavvur qiling, biz YouTube kanalimizga bir oyda 1000 ta obunachi yig'moqchimiz. Endi tasavvur qiling, men sizdan kanalimga qo'shilishingizni so'rasam, lekin hech qanday sabab yoki foyda ko'rsatmasam, siz ehtimol qo'shilmas edingiz. Chunki bu faqat meni qiziqtiradi, sizni emas. Hech kimni sizning foydangiz qiziqtirmaydi. Odamlar o'zlariga qanday foyda bo'lishini xohlashadi. Biz yaratgan kontent, masalan, video kimningdir hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkin. Har bir video oxirida agar siz ko'proq shunday kontentni ko'rishni istasangiz degan jumla ishlatamiz. Bu ham Karnegining ajoyib fikrlaridan biridir. Karnegi buni juda oddiy va tushunarli misol bilan tushuntirgan. Agar biz baliq tutmoqchi bo'lsak, ilgakka o'zimiz yoqtirgan to'rtni emas, balki baliq yoqtirgan qurtni ilamiz. Chunki baliqqa qurt yoqadi, to'rt emas. Shu sababli har doim odamlarning manfaati va qiziqishlari nuqtai nazardan yondashing. Shunda siz ularning ishonchiga va e'tiboriga erishasiz. Uchinchi muhim maslahat: har doim boshqalarning ijobiy tomonlarini e'tirof qiling va ularga bu haqda ayting. Odamlar o'zlarini muhim deb his qilishini xohlashadi. Bu inson tabiatining eng kuchli hissiyotlaridan biri va hayot uchun zarur ehtiyojdir. Masalan, tasavvur qiling,
Sizning tanishingiz gitara chalishni biladi. Siz esa endi o'rganmoqchisiz. Agar siz unga shunday desangiz, "Sening gitara chalishing juda yoqadi. Menga ham o'rgata olasanmi?" Ehtimol u bajonidil rozi bo'ladi. Chunki bu orqali siz uning qobiliyatini e'tirof etdingiz va unga o'zini muhim deb his qildirdingiz. Shuning uchun har doim odamlarning qadrini biling va ularni chin dildan qadrlang. Agar siz gitara chalishni o'rganmoqchi bo'lsangiz va bu borada yordam so'rash uchun o'sha insonni tanlashingiz, bu sizni u bilan yaqinlashtiradi. Ayniqsa, agar siz unga "Menga juda yoqadi, qanday chalayotganingiz, shu sababli aynan sendan o'rganishni istayman" desangiz, bu uni ilhomlantiradi. Bunda muhim jihat shundaki, siz vaqtni qadrlayotganini va uning mahoratini e'tirof etayotganingizni ochiq bildirgan bo'lasiz. U esa o'zini qadrlagan muhim inson sifatida his qiladi va bu tuyg'u uni chin dildan sizga yordam berishiga undaydi. Bu orqali siz insonning eng chuqur ehtiyojlaridan biriga o'zini kerakli va qadrlagan his qilishiga javob berasiz. Natijada bu ikki tomonlama foyda olib keladi. U o'zini yaxshi his qiladi, siz esa bilimingizni oshirasiz. Muhim maslahat: hech qachon tanqid qilmang. Karnegi shunday deydi: hech qachon odamlarni tanqid qilmang va ayblamang. Masalan, sen noto'g'ri fikrlayapsan yoki noto'g'ri ish tutyapsan kabi iboralarni ishlatmang. Bunday gaplar odamlarni himoyaga o'tishga majburlaydi. Odamlar o'zlarini himoya qilishga harakat qiladi. Ular sizning tanqidingizga qarshi chiqadi va hatto siz haq bo'lsangiz ham baribir o'zini oqlashga urinadi. Bu esa munosabatni buzadi va o'zaro ishonchni yo'qotadi. Shuning uchun tanqid o'rniga ijobiy usullardan foydalaning. Tushunishga harakat qiling, savollar bering va eng muhimi, odamni hurmat qiling. Muhim maslahat: empatiya va boshqalarni tushunish. Karnegi ta'kidlashicha, har doim boshqa insonning nuqtai nazaridan fikr yuriting. O'zingizni uning o'rniga qo'yishga harakat qiling va uning xatti-harakatlarini tushunishga harakat qiling. Nima uchun u shunday fikr bildirayotganini yoki nima uchun shu tarzda harakat qilayotganini o'ylang. Masalan, agar sizning farzandingiz darsga e'tibor bermasa va siz unga "Sening uyatni his qilishing kerak" deb aytishingiz, u sizni tushunmasligi mumkin. Chunki o'zini yomon his qiladi va sizning gaplaringizni hujum sifatida qabul qiladi. Ammo agar siz unga empatiya bilan yondashsangiz, "Men tushunaman, darsni o'rganish qiyin, lekin har bir qiyinchiliklarni yengish mumkin" desangiz, u sizni yaxshiroq tushunadi va o'zini ishonchliroq his qiladi. Bu esa ijobiy munosabat va yaxshiroq natijalarga olib keladi. Agar siz farzandingizga o'rgatmoqchi bo'lsangiz, unda ijobiy munosabatda bo'lish juda muhim. Agar siz unga doim salbiy yondashsangiz, u o'zini qiymatsiz va ishonchsiz his qilishi mumkin. Masalan, agar u darsda qiyinchiliklarga duch kelsa va siz uni tanqid qilsangiz, bu uning o'zini yomon his qilishiga olib keladi. Buning o'rniga uni qo'llab-quvvatlash va tushuntirish muhim. Agar u xato qilsa, uni tanqid qilishdan ko'ra xatosini tushuntirib, nima uchun bu xato yuzaga kelganini ochib berish kerak. Bu unga yanada ishonch bag'ishlaydi va u keyingi safar to'g'ri yo'lni tanlashga harakat qiladi. Shu bilan birga u sizning yordamingiz bilan o'zi bilan bo'lib, o'z xatolarini tushunib, to'g'rilashga intiladi. Bunday yondashuv nafaqat farzandingizda, balki sizning munosabatlaringizga ham ijobiy ta'sir qiladi. Agar siz farzandingizga darslarini o'rganishga yordam bermoqchi bo'lsangiz, unda uni qo'llab-quvvatlash va unga o'z vaqtida tushuntirish kerak. Masalan, agar siz unga shunday desangiz: "Men ham maktabda o'qiganimda darslarni qilishni xohlamasdim. Yaqinda o'zim ham o'rgandim. Bu qanchalik muhim ekanligini tushundim, yetdim." Bu uning o'z xatolarini tan olishiga yordam beradi. Agar unga shunday yordam bersangiz, u o'z vaqtida o'z xatolarini tushunib, kelajakda yaxshiroq ishlashga intiladi. Sizning yordamingiz o'rganish jarayonini osonlashtiradi va yanada samarali bo'lishga yordam beradi. Agar siz o'zingizning maqsadlaringizni amalga oshirishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, o'z yo'lingizni topish juda muhimdir. Masalan, agar siz shifokor bo'lishni xohlagan bo'lsangiz, lekin biror sababga ko'ra bu kasbni tanlamagan bo'lsangiz, hozirgi kunda boshqa sohada ishlayotganingizni bilasiz, o'z yo'lingizni topgansiz, o'zingizni qoniqarli his qilgan holda ishlaysiz. Agar siz farzandingizga o'z orzularini va maqsadlari haqida maslahat berayotgan bo'lsangiz, unga shuni tushuntiring.
Agar biron narsa oson bo'lsa yoki boshlashda qiyinchiliklar yuzaga kelsa, bu hali ham sizning maqsadlaringizga erishishingiz uchun birinchi qadamdir. Agar u o'z orzusi amalga oshishiga harakat qilsa, unga to'g'ri yo'ldan borishga yordam bering va uni qo'llab-quvvatlang. Agar siz biron xatoga yo'l qo'ygan bo'lsangiz, uni tan olish va o'zingizni to'g'ri olib borish juda muhim. Misol uchun, agar restoran kassa xatolik yuzaga kelsa, bu holatda siz xatoni tan olishingiz kerak. Men xato qilganimni tushunaman deb aytish vaziyatni yaxshilashga yordam beradi. Bir marta men restoran kassasida xato qilganimni angladim. Kassa xodimining yuzida shubha sezdim va o'zimni xatoga yo'l qo'yganimni tan oldim. Bu holatda xatoni to'g'rilash uchun tezkor ravishda yordam so'radim. Bunday qilib, xatoni tan olish va buni hal qilish odamlarga hurmat va ishonchni kuchaytiradi. Agar siz biror xatoni tan olgan bo'lsangiz, buni to'g'rilash juda muhim. Masalan, biror ishda xatoga yo'l qo'yganingizni tushunsangiz, uni tan olish va o'zingizni o'zgartirish juda foydali. Siz boshqa bir kishiga xato qilishni tushuntirib, ularni o'rganishga va o'zini yaxshilashga yordam berishingiz mumkin. Misol uchun, agar sizni ishda xatoga yo'l qo'yganingizni aytishsa, unda shunday javob berishingiz kerak: "Ha, men xato qildim va bu xatoni tuzatishga harakat qilaman." Bu odamlar bilan yaxshi munosabatlarni saqlashga yordam beradi va o'z xatolaringizdan o'rganish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga bu sizning boshqalarga o'rnak bo'lishingizni ham ta'minlaydi. Odamlar o'z xatolarini tan olish orqali o'zgaradi va ular bilan munosabatlar yaxshilanadi. Shunday qilib, har doim xatolaringizni tan olish va o'zgarishga intilish zarur. Agar siz xato qilgan bo'lsangiz, uni tan olish va boshqalarga nisbatan empatiya ko'rsatish juda muhim. Boshqalarga yordam berish, ularni tushunish va o'z xatolaringizni tuzatish orqali siz o'zaro samarali muloqotni ta'minlashingiz mumkin. Masalan, agar ishda biror xato qilsangiz va uni tushunib tan olsangiz, boshqalar sizni o'zgarish va yaxshilashingizni intilayotgan inson sifatida ko'rishadi. Buning natijasida sizning muloqotingiz yaxshilanadi va samarali bo'ladi. Shuningdek, agar siz o'zingizni boshqalarning nuqtai nazaridan ko'rsata olsangiz, ular sizni yaxshiroq tushunadi va o'zaro hurmatni rivojlantirasiz. Bu sizni o'z xatolaringizdan o'rganishga va ularni tuzatishga yordam beradi.